Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 4-iyul kunidan 7-iyulgacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 4-iyul kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. 5-7-iyul kunlari kechasi 20-25 darajagacha, kunduzi 33-38 darajagacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4-5-iyul kunlari 20-25 daraja, 6-7-iyul kunlari 22-27 daraja, kunduzi 4-5-iyul kunlari 32-37 daraja, 6-iyul kunlari 36-39 daraja, 7-iyul kuni 36-41 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4-5-iyul kunlari 20-25 daraja, 6-7-iyul kunlari 22-27 daraja, kunduzi 4-iyul kuni 30-35 daraja, 5-7-iyul kunlari 33-38 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4-5-iyul kunlari 20-25 daraja, 6-7-iyul kunlari 22-27 daraja, kunduzi 4-5-iyul kunlari 34-39 daraja, 6-7-iyul kunlari 36-41 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 4-iyul kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 5-7-iyul kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 4-5-iyul kunlari 30-35 daraja, 6-7-iyul kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 4-iyul kuni vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 5-7-iyul kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 4-iyul kuni kechasi 12-7 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. 5-7-iyul kunlari kechasi 15-20 darajagacha, kunduzi 23-28 darajagacha ko'tariladi, deyiladi meteo.uz veb-saytida. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling.